Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir ishimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda dorizaxonalari shapkalarini qilib berganmiz. Mana dorizaxonalari juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Hovuz fasonda bo'lgan va o'rtalariga 8 donadan pianinolarimizni qo'yib berganmiz. Ha, azizlar, eslatib o'taman. Joyingizning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va ust muzqatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Ayrimlar joyning kvadratini hisoblab olyapti ekan, azizlar, unday emas. Tunkaning kvadrati joyning kvadratdan ko'proq ketadi. Mana ichkari shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari shapkalari ham oq va mokri rangda bo'lgan va juda ham skromniy holatda go'zal qilib bitirib berilgan. Tarnolari o'zi bor edi. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bog'lanishingiz mumkin. Mana ko'cha shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'cha shapkalari ham xuddi shu oq va mokri rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga telefon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.